Tushda osmonda raketa uchayotganini ko'rish. Orzular va yuksak maqsadlar. Raketa bu osmonga uchuvchi kuchli texnologik qurilma. Tushda raketaning uchishini ko'rish sizda katta maqsadlar, katta rejalar borligini yoki siz ongingizda yuqorilarga intilayotganingizni bildiradi. Bu tush shaxsiy o'sish, martaba yoki ma'naviy taraqqiyot belgisidir. Tez rivojlanish va o'zgarishlar. Raketa odatda tezlik va kuchni ifodalaydi. Tushingizda raketani uchayotganini ko'rish hayotingizda kutilmaganda katta o'zgarishlar, tez rivojlanishlar yoki yangi imkoniyatlar paydo bo'lishini anglatadi. Raketa ko'tarilishi bir bosqichdan boshqasiga o'tish, ya'ni yerdan osmonga chiqish timsolidir. Bu tush hayotingizda yangi bosqich, masalan, ish, o'qish, munosabatlar yoki shaxsiy o'zgarishlar boshlanishidan darak berishi mumkin. Ruhiy yoki ilhomiy yuksalish. Agar tushda raketaning uchishi sizda hayrat, quvonch yoki ilhom uyg'otsa, bu ichki dunyoyingizda ham bir yuksalish, ruhiy uyg'onish bo'layotganini anglatadi. Agar raketa qulab tushsa yoki portlasa, bunday holat ehtiyotkorlikka chaqiradi. Rejalaringizni puxta o'ylab chiqing. Sabrsizlik yoki shoshqaloqlik tufayli rejalar barbod bo'lishi mumkin. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.